Amir Temur yana bir jihati bilan tashqi siyosatda muhim rol o'ynadi. U o'zidan keyingi avlodlarga, Temuriylarga ham tashqi siyosat yuritish, diplomatiya borasida katta an'analarni qoldirdi, katta meros qoldirdi. Biz buni Temur tuzuklari asarida, qolaversa Amir Temur tomonidan o'zini farzandlariga, nabiralariga bergan o'gitlar asosida bilishimiz mumkin. Qonarli jihat shundan iboratki, Amir Temur va Temuriylar diplomatiyasi, tashqi siyosati bugungi kunda ham zamonaviy O'zbekistonni qurishda, uni yanada rivojlantirishda, tashqi siyosat konsepsiyasini shakllantirishda va qo'shnilar bilan, xorijiy mamlakatlar bilan, yaqin va olis mamlakatlar bilan turli sohalarda hamkorlik olib borishda Amir Temur va Amir Temur tomonidan bizga qoldirgan tashqi siyosat borasidagi fikrlar, o'gitlar, amaliy dasturlar bugungi kunda ham qo'l kelmoqda. Yana bir muhim sohaga to'xtalishimiz kerak. Amir Temur faqatgina rasmiy diplomatiyani mohir ustasi emas, balkim o'z davrida diplomatiyani bir qancha turlarini mohronalik bilan foydalangan. Hozirgi kunda biz tilga oladigan, aytaylikki, madaniy diplomatiya, xalq diplomatiyasi, media diplomatiyasi, parlament diplomatiyasi kabi zamonaviy diplomatiya turlari aynan Amir Temur va Temuriylar davrida keng ma'noda qo'llanilgan usullardan biri hisoblanadi. Misol uchun aytib o'taylik, Amir Temur davrida iqtisodiy diplomatiya juda ham mohronalik bilan foydalanildi. Tashqi siyosatda bu jihatga alohida e'tibor berildi. Buyuk Ipak yo'lini Markaziy Osiyoga yana qaytarish masalasi, uni Samarqanddan o'tishini ta'minlash, Samarqandni esa dunyoning eng go'zal shahriga aylantirish, logistik markaziga aylantirish, mana bugungi kunda ham ko'rib turibmizki, tashqi siyosatimizda iqtisodiy diplomatiya, logistika diplomatiyasi nechog'lik muhim ekanligi bir paytlar Amir Temur davrida ham o'zini ahamiyatiga ega bo'lgan va hozirgi kunda ham bizga o'xshagan Markaziy Osiyoda joylashgan O'zbekiston uchun quruqlik yo'llari orqali logistikani, quruqlik yo'llari orqali iqtisodiy savdo munosabatlarini yo'lga qo'yishga intilayotgan davlat uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun bo'lsa kerakki, mana prezidentimiz tomonidan ham hozirgi kunda logistikaga, qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarga, O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon aloqalarida aynan o'sha o'rta koridorni yaratish masalasi nechog'lik muhim ekanligi ko'p bora xalqaro konferensiyalarda, davlatlar rahbarlarining uchrashuvlarida yoki bo'lmasam o'sha tadbirkorlar bilan, biznesmenlar bilan bo'lgan uchrashuvlarda ham bot tilga olinadi.